og'riqli nuqtalar. Har bir insonning hayotida bir og'riqli nuqta bo'ladi. Aynan mana shu og'riqli nuqtani aslo aytmaslik kerak. Shunda hamma narsa chiroyli yakun topadi. Bir kishi harbiy xizmatga bormagan ekan. Endi kimlar bormaydi harbiy xizmatga? Birinchi navbatda jismonan yaroqsiz bo'lsa, nogiron. Ikkinchisi oliy o'quv yurtida o'qib, katta bir ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, mana shu kishilar bormaydi. Yana uchinchi tomoni oilaviy sharoit tufayli. Endi hozir bu masalani ko'proq yoshi kattalar gapirishadi. Bir o'sha kishini bittasi mazax qilar ekan. Qaytib armiyaga bormagansan, nega o'tniysan, unaqasan, bunaqasan deb bir necha yil davomida mazax qilib yuribdi. Oxiri aytibdi o'sha armiyaga bormagan. Og'ayni, nechta bolangiz bor? Desa, haligi garillayotgan jimib qolibdi. Sizni nima ishingiz bor? Yo'q, nechta bolangiz bor? Bolamni yo'qligini bilasan-u, nima endi gapiryapsan? Meni dilimni og'ritib desa, sen ham shuncha yil davomida mening dilimni og'ritib kelding. Egri boshga egri to'qmoq deydilar. Keyin unga armiya to'g'risida butunlay gapirmay qo'yibdi. Endi buning oldini olsa bo'larmidi degan savolga, ha, bo'lar edi. O'sha og'riqli nuqtasini aylanib o'tib ketish kerak. Unga bu haqda gapirmaslik kerak edi. Keyin u ham gapirmas edi. Ko'rib turibsizlar, bir necha yil davomida gapirmagan. Yana boshqa bir insonni oladigan bo'lsak, ko'zi g'ilay ekan. Bittasi qaytib shu ko'zini gapirarmish-da. Ko'zing g'ilay, g'ilay odamlarga bitta narsa ikkita ko'rinar ekanmi, unaqa ekanmi, bunaqa ekanmi deb. Oxiri u ham to'yib ketibdi-da. Qizingiz eri bilan ajrashibdimi? Tungi klublarga boradigan bo'lib qolibdimi deb. Sen meni qizim bilan nima ishing bor desa, seni ham meni ko'zim bilan nima ishing bor degan ekan. Mana shundaqangi holatlar, mana kimnidir kal bo'lsa, pashsha qo'nsa yumalab tushadi deydi. Yoki bo'lmasam qulog'i kar bo'lsa, yana uni masxaralaydi, cho'loq deb gapiradi. Jismoniy nuqsoni yo boshqa holatlarni kimlardir mazax qilib o'tiradi-da, o'zini aytsa jirillab ketadi. Mana shuning uchun ham birovning nuqsonini aytmasdan o'zingizdagi xato kamchiliklarni to'g'rilaganingiz ma'qul. Xo'p, boringki, gapirishdan nima foyda bor? Masalan, o'sha odamni harbiy xizmatga bormaganligini pesh qilish bilan biror yutuqqa erishdingizmi? Shunchaki o'zingizga huzur olmoqchi bo'lgan edingiz, mana ko'rdingiz, huzuringizni chiqarib qo'ydi. Moddiy tomondan yoki ma'naviy tomondan o'sha gapirilayotgan gap foyda bo'lsa, bemalol gapiring. Bo'lmasam jim turganingiz ma'qul. Gunohga botmaysiz. Shuning uchun tilga ehtiyot bo'lish kerak. Tilingni tiy, tishing sinmasdan burun deb bejizga aytilmagan.